Xitoyga sayohatim qanot sharq bilan birgalikda boshlandi. Shunaqa yuqori kayfiyatni ko'tarish uchun raqsga tushib olishimiz shart. Busiz hech qanaqasiga bo'lmaydi. Jinnilik qilamiz, doimgidek hozir yengilgina nimadir yeb olamiz. Undan keyin уже pasatkam ham yaqin, o'zi kech keluvdim. Deyarli oxirgi bo'lib bagaj topshirdim. Ketdik, sizlarni o'zim bilan birga Xitoyga olib ketaman. Hammalarga a'lo kayfiyat. O'ylaymanki, poyezdka sizlarga yoqadi. Avtobusga chiqib olib, yengilgina avtobusdan tushib oldik. Bunaqa azvochkali videolarni juda ham kam qilar ekanman o'ylab qarasam. Bilmayman qo'limdan keldimi yo'qmi. O'ylaymanki, sizlarga bu kontent yoqadi. Bu yerda yana raqsga tushib oldim. Chunki kayfiyatim zo'r. Hamma odamni menimcha uchishdan oldin kayfiyati zo'r bo'ladi. Lekin bort provodnitsalarga alohida respekt. Juda ham muloyim, qaranglar kulib turishini. Ana endi joyimizni sekin topib olamiz sizlar bilan birgalikda. Mana joyimizni ham topib oldik. Ana endi yengil nafas rostlab o'tirsam bo'ladi. Hozir endi uchamiz azizlar. Uchishdan oldin lablarimni blesk bilan namlantirib oldim. Bu juda ham kerak albatta. Keyin shu xushmuomala qiz kelib, menyu bilan tanishtirdi. Nima yeyishimizni so'radi, qanaqa ichimliklar ichishimizni so'radi. Bu birinchi ovqatdan oldin beriladigan perikuslar. Men salatdan boshladim, sekin yengilgina. Keyin baliq ketdi bu yoqda. Maza qilib salatlarni oxirigacha yedim, lekin taomgacha yetib borman. Bu yoqda albatta kerakli joylarni yopib uxlaymiz. Ozgina dam olishim shart, chunki unaqa ko'p uxlamadim. Orada uyqudan tursam, oldimda o'tirgan bola menga shokolad sovg'a qildi. Juda ham приятно bo'ldi menga. Men bilan birga bitta zalga borar ekanlar. Приятно menga. Orada razminka qilib oldim, bellarim qotib qolmasligi uchun. Keyin ovqatimni mana aytdim, olib kelib berishdi. Bu birinchi taom yedim. Ikkinchi taomgacha umuman yetib bormadi oshqozonim. Desertlar ham taklif qilishdi qizlar. Desert ham yeolmadim. Yana keyin uxlashga yotdim. Ikkinchi uxlashim juda ham uzoq, yaxshi uyqu bo'ldi o'rtoqlar. Va nihoyat biz Xitoydamiz. Barcha bort provodnitsalarga alohida rahmat, mehr muhabbat uchun. Qanot sharq, sizlar men uchun nomer 1 sizlar. Va biz Xitoydamiz. Xayr.